Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun sizlarga tumuz issiqda yurakka davo, sovuq kelmaydigan quvvatli, tabiiy tatliq, urug'lashga foydasi bo'lgan tayyorlash usuli oddiy sovuq ichimlik olib keldim. Ketadigan materiallar: 1 tal banan, 5 tal bo'ljirgan, 200 mg sut, 3-4 parcha muz, 1 qoshiq asal. Banan, bo'ljirgan, sut va 2 parcha muzga 1 qoshiq asal qo'shib, mashinada ezib olgandan keyin stakanga 3-4 parcha muzni silib, ustiga qo'yib, aralashtirib, issanlar bo'ldi. Sanchlik, quvvatli va shifoliq bo'lsin.